Assalomu alaykum. Bizga ko'knor yog'ini Esila firmasinikidan katta partiyada kirib keldi. Men hozirlarga ikkalasi haqida obzor qilib bermoqchiman. Shuncha paytdan beri Ersak bilan yana bitta boshqacha nomli firmanikini sotib o'tdik. Ularning ham effekti juda ham yaxshi edi. Hozir endi Esila firmaniki ham bizga katta partiyada kirib keldi. Xohlagancha zakaz qilsanglar, chiroyli qilib dostavka qilib beramiz. Xo'p, bu Esila firmani bu yog'lari, hash yog'lari organizmga anchadan beri o'sha foydalanib juda ko'p tabiblar sotyapti buni. Hozir ochishga salamlar qo'yamiz. Bu yangi hali juda ko'p tabiblar va onlayn magazinlar Esila firmanikini sotyapti-da. Buni effekti sinovdan o'tdi. O'shaning uchun juda ko'p klientlar Esila firmanikidan bormi, o'shandan ham olib kelib bering degani uchun original Turkiyada ishlaydigan, doim Turkiyaga zakaz qilib oladigan kuryerlarimizdan Esilanikini ham olib keltirdik. Mana original o'sha sizlar 400 mingdan olayotgan juda ko'p tabiblar 400 mingdan sotayotgan ekan. Endi nerealniy qo'ygan narxini bilmadim endi u qanaqa darajada insofli, bu narsa noto'g'ri deb o'ylayman. U darajada qo'yish. Bizda mana shu Esila firmani hash yog'i 140 mingdan original, 100% original. Mana Turkiyaniki 100% original. Bu mana plombasi bor. Bu ochib bo'lmaydi. Ochgandan keyin ishlatish kerak. Originalligini qatdan bilasizlar. Birinchi o'rinda korobkasining sifati juda ham yaxshi. Ikkinchi o'rinda hash yog'i deb yozilgan joyi bo'rtib chiqqan bo'ladi. Menda ushlasanglar bo'rtib chiqqan qo'lingizga mana ovozi ham kelib turadi. Esila deb yozilgani ham bo'rtib chiqqan da yozilgan va mana bu idishi shisha idish bo'ladi. Mana haqiqiy original produkt shisha idishda bo'ladi. Hech qanaqa plastmas, mana hech qanaqa plastmas. O'zi aslida eko produktlar shisha idishda bo'ladi. Haqiqiy sifati buzilmaydi chunki shishada. O'shaning uchun ham Esila firmaga juda ko'p talab ko'paydi va bizga ham kirib keldi. Insof bilan narxlar 140 mingdan faqat dostavkaga alohida to'lanadi. Viloyatlarga dostavka 30 ming, 40 ming atrofida. Agar pochtaga yaqinroq yashasanglar, pochtalar arzonroq 20-25 mingdan pochtalar boradi. Ersak firmanikini ham hozir ochib ko'rsatib beraman. Ochilmayapti. Bu chunki juda kuchli yopilgan. Endi bu klientlarga sotiladigan mahsulot bo'lgani uchun yirtib olgim kelmayapti. Mana Ersakki ham original produkt. Bu ham mana shisha idishda. Ersak firmaniki. Bu ozgina bundan qimmatroq. 150 mingdan. Bu endi birinchidan Ersak brend, ikkinchidan buni sifati yaxshiroq. Esila ham bundan qolishmaydi. Ikkalasining ham sifati bir-biridan yaxshi. Endi kelish narxi shunaqa. Bu ozgina bizga qimmatroq chiqadi. 150 mingdan beriladi. 10 ming farqi bor, lekin bitta narsa, mana bu Esila firmaniki 50 gram bo'ladi. Mana 50 gram bo'ladi. Hashki 30 gram bo'ladi. O'shaning uchun endi agar budjetniroq, ham narxroq desanglar, Esila firmanikini zakaz qilib olsanglar bo'ladi. Effekti zo'r, bir xil bomba. Nimaga foydalanish, nimaga foydasi borligi haqida men bu YouTube kanalimga kirsanglar, yuqorida videolarda batafsil keltirilgan. Yana yaqinda mana o'sha shamollash sezoni boshlanyapti, sovuqlar boshlanyapti. Profilaktika uchun ham ichib yurishinglarni tavsiya qilaman. Ayniqsa yosh kattalar, ayollar, qariyalar, anchadan bir holsizlik bilan qiynaladiganlar, o'qiydiganlar, ishlaydigan, xullas kalom katta, kichik 7 yoshdan 70 yoshgacha men tavsiya qilaman. Hattoki 5 yosh bolalarga ham ichirganini klientlar o'zlari aytibdi. Men tavsiya qilmayman bu narsani. Biz bolalarimiz 3 oydan bir, 2 oydan bir yo'tal to'xtamadi. Mana shu hash yog'ini olib
chirganimizdan keyin yo'talimiz tapataq to'xtadi deb klientlarni o'zlari bizaga murojaat qilib, esinglarni olib kelib bering, esinglarni biz 400 mingdan olib yuribmiz deyishdi. Sifat darajasi ikkalasi ham bir xil. Endi kelish narxi va brend, birinchidan Ersak juda taniqli firma. Menimcha o'shaning uchun buni narxi ozgina bizga qimmatroq chiqsa kerak. Lekin sifat darajasi ikkalasi ham bir xil, biriga bir sifati bomba. Tavsiya qilamiz, bizani mana shu kanalimizga podpiska bo'lib olinglar, chunki yana ham organizmga foydasi bor, juda yaxshi mahsulotlarni yana olib kelamiz. Hammasini har kuni bitta-bittadan obzor qilib boraman, xudo xolisa. Va podpiska bo'linglar va like bosishni unutmanglar. Kommentariyada nima savollar bo'lsa yozinglar. Ha, aytgancha 19889 nomeriga Telegramdan SMS yozsanglar, shaxsan men o'zim javob beraman va o'zimdan tekinga konsultatsiya olib, nima mahsulotni ichishinglar bo'yicha, organizmingizga nima kerak. Endi men doktor emasman. Men dabavka, sizlarning organizmingizga nima dabavka kerak? Misol uchun boshdan o'tgan tabib deganda biz ham necha yillardan beri bu sohada bo'lganimiz uchun klientlar bilan nima, qaysi kasalga qanaqa zo'r foyda beryapti, qanaqa zo'r effekt beryapti, bu haqida bizda ma'lumot juda ham yetarli bo'lgani uchun bemalol tavsiyalar bera olaman. O'shaning uchun 19889 raqamiga faqat Telegramdan, men telefonga javob bera olmayman, chunki mening chaqalog'im bor. O'shaning uchun o'sha Telegram nomeriga yozsangiz, sizlarga konsultatsiya qilaman. 696 98 89 nomeriga faqat zakaz uchun murojaat qilinglar. Iltimos, vaqtimiz juda ham qadrli, hammaning vaqti o'ziga qadrli. Bizga faqat zakazlar uchun va konsultatsiya uchun Telegramdan murojaat qilinglar. Nomerlarni yozib qo'yaman. Mana Esila firmaniki, Ersak firmaniki ikkalasi ham original isbotlab berdim. Ha, original, ya'ni Ersakdagi originalligi mana u ham bo'rtib chiqqan. Bundoq qilsanglar, qo'lingizga bo'rtib yozug'i bo'rtib chiqqan. Esila bo'lsa, bu yozug'i ham bo'rtib chiqqan hammasi. Hamma tomonda Esila yozilgan yozuvlari bo'rtib chiqsa, bu hech qanaqasiga pat original hisoblanmaydi. Ham shishasiga e'tibor beringlar. Shisha idishdagilar doim original bo'ladi. Plastmassa, plastik idishdagilar sal sifati bundoroq bo'ladi. O'shaning uchun o'sha narsadan farqlab olsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, like bosishni ham unutmanglar.